Induktivlik asosan elektromagnit induksiya qonuniga, ya'ni o'zgarmas tokning magnit maydonini hosil qilish qobiliyatiga va bu magnit maydonning o'zgartirilganda tokni induksiyalashiga asoslanadi. G'altakdan tok o'tganda uning atrofida magnit maydon paydo bo'ladi va bu magnit maydon g'altakning o'zida induktivlik deb ataluvchi hodisani keltirib chiqaradi. Natijada tashqi o'zgaruvchan tok g'altakda qarshilikka uchraydi. Bu esa uni elektr davrlarida filtrlash, energiya saqlash va chastotani o'zgarish kabi ishlarda qo'llanish imkonini beradi. Induktivlikning asosiy prinsiplari: tok o'tganda magnit maydon hosil bo'lishi. Izolyatsiyalangan simdan o'ralgan g'altakdan tok o'tganda bu sim atrofida magnit maydon chiziqlari hosil bo'ladi. Ya'ni g'altakning o'ramlar soni qanchalik ko'p bo'lsa, magnit maydoni shunchalik kuchliroq bo'ladi. O'zgaruvchan tok va induktiv qarshilik: agar g'altakdan o'zgarmas tok o'tayotgan bo'lsa, doimiy magnit maydoni hosil bo'ladi. Lekin o'zgaruvchan tok o'tganda magnit maydoni ham o'zgarib turadi. Bu o'zgaruvchan magnit maydon o'z navbatida g'altakning o'zida qarama-qarshi tokni hosil qiladi, ya'ni Leyds qonuni bo'yicha induksiyalaydi. Bu esa tashqi tokning o'zgarishiga qarshilik ko'rsatadi. Bu qarshi induktivlik XL deb ataluvchi va chastotaga bog'liq bo'lgan g'altakning induktivligi hisoblanadi. Energiyani saqlash qobiliyati: g'altak o'z magnit maydonida elektr energiyasini saqlay oladi. Ya'ni tok o'zgarishi bilan bu energiya magnit maydon shaklida saqlanadi va keyin elektr tok sifatida qayta